Mana avaki bilan uchratib qoldi, 70 ga kiribdilar, o'zlari chorva bilan shug'ullanar ekanlar. Bir 40 ta 50 ta buqalari bor ekan, ancha yildan beri shug'ullanar ekan. Mana hozir mana shu mollarni olib chiqdilar. Mana bugun Xudo xolasa Sho'ro bozor keldi. Shu Sho'ro bozordan arzonlan qilib beramiz. Mana shu buqalarni 25 dan so'rayapsiz amaki. 22, 23, 22 yarim. 22 yarimga sotdim bittasi. Ha, bittasini 22 yarimga sotibdilar. Bularni 22 yarim, 23 ga otgan ekan. Bermayaptilar. 30 tasini bir joydan olgan ekanlar. Amaki bozoringizni bersin. Husniddin. Bozoringizni bersin. Hop, salomat bo'ling. Mana mashlarni ham ko'rsatgan. Kelovini 57 ga bermadingiz-da, shunda 60 dan sal siylasangiz kerak. Ha, 57 millionga kelov bitmayapti. Bozoringizni bersin. Aka, yaxshimi? Sizdan emasmi bu? Yo'q. Yashang. Kimdan ekan bular? Sizlardan emas. Necha pul so'rayapsiz? 75 kilo. Bozor nima qildi? 65 yarim pul. Mana bularning narxi yaxshi ekan. Silojiddin boyigidan yumshoqroq narx. 65 ga bermadingiz. Tarozga nima qilishdi? Tarozga so'ramadi. Men qora kimdan? Buni nech pul deyapsiz? Bozor nima qildi? 26 ga arzonroqda buni. Men bola ham sizdanmi? Buni sotdim. Nech pul ketdi bu bola? 27 million 200. Buni shirasi yaxshi ekan. Narxini bilmadingizmi? Bozoringizni bersin. Buzorcha oldingizmi? Yangi o'liq chiqib yetmagani chiqazordingiz. Ha, saniki edi. Men edim. Bu safar ham yetmayman. Olding buni? Yo'q, sotilar. Nech pul qildi bozor? Yo, endi olib ketaman. Bu nima bu? Nima zot bu? Smetanmi? Mo'ljal nech pul? 17 dan. Buni onasi qani? Ona bolami yo ajratib oldingmi? Buni sal voqli ajratib qo'yibsan-da. Buni yaxshilab yana bir 2 oy emdirganingda katta buqa bo'lar. Mayli, bozoring bersin. Olding buni? Yo'q, onasi sanjat. Onasi. Ha, o'zinglar mo'ljal nech pul? Bilmadim endi ko'raman. 10 million bormi yo shu? Shu. 15 mi? Sot. Bu buqalar sizlardanmi? Nech pulda va alaykum assalom. Mana zo'r ekan. 7 million so'radim, aka. Nima qildi bozor? 34 million bor. Taroz tortmayapsizlar? Tarozni so'rashdimi? Tarozni 64 million so'radi. Bermadi. 65 bo'lsa berasiz. Mana qora ham sizdanmi? Qora nech pulda vas? 30 dan. Bozor nima qildi? Bozor nech pul qo'ydi? 29 mi hocam? Soting, bozoringizni bersin. Bular ham sizlardanmi oldinglar? Bular nech pul deyapsiz? Mana oq zo'r ekan. Oqqa nech pul deyapsiz? Assalomu alaykum. 35 so'ramiz kami bor. Oqqa bozor nima qildi? 31 yarim qo'yib bermadi. Yaxshi qilib nega? Yo tortganmiz. 5 ta bor. Shu kichkinagina, hali to'nka narsa ekan o'zi ham. Bozoringizni bersin. Men ko'k ham sizdanmi? Sizlardanmi ko'k? Nech pul deyapsiz? Assalomu alaykum. Ko'k. 65 kami bor. Ikkalovini bozor nima qildi? 56 yarim. 56 yarim, sal arzonroqda bozori 60 mi hocam? Yo, 60 dan siylaymiz. Bozoringizni bersin. Sizlardan emasmi bu? Yo'q, bizdan emas. Sizdanmi? Bu mendan, assalomu alaykum. Galishgan kimdan ekan? Yaxshimisiz? Yaxshi. Aka, mana o'g'lim. Oka nech pul bo'ldi? Nech pul so'rayapsiz shu ikkaloviga? 34 dan. Chiroyli mollar ekan. Yaxshi. Bumi? Oldingizmi, sotdingizmi? Yaxshi mol olibsiz. Taroz qo'ymadingizmi? Yo'q. To'rt'ga borsa kerak, yo tortganmisiz? 450 borsa kerak, badani ham yaxshi ekan. Boqasizmi? Shu o'zi yaxshi narsa kerak. Ozgina tursa ham ko'taradi. Lekin o'zi ham yaxshi narsa olibsiz. Oyog'ida hech pul oldingiz? 31 bo'ldimi? 30. Bugun balandroq bor.
balki hali endi chamani bilsangiz hali ko'proq anaqa ham bo'lsangiz kelar xudo xohlasa endi man kamroq ko'rgandirman balki 470 dan 270 dan kelsa kerak lekin yaxshi boqilgan narsa kelsa kerak mana bu kimdan ekan mana bu zo'r ekan a mana bular ham zo'r ekan bular sotilibdi mana bu qizilni ko'rsatchi chiroyli narsa ekan bular sotilibdi nechi pulda olsan aka bularni 20 milliondan ikkala va 20 milliondan bozor nima qildi bo'g'ot chiqib qoldi mana kichkina buzoqcha bo'g'ot chiqib qolibdi qara 20 milliondan so'rayotgan ekanlar bozoringizda bersa bu yoq o'najin ekan havas nechi pulga tushdi assalomu alaykum qanaqasiz 56 million qoldi. ikkalovini ana ko'ngillarni oldingizmi keyin man bu yoqqa o'tib hisobladim agar o'shanaqa arzon bo'layotgan ekan u man hisoblamadim-ku 3,5 dan beri ya o'zi 73 ga bundoq bir tonna 250 mingdan ursangiz 55 mi 8 ga ham berman. yo'q o'sha kuni yaxshi narx berayotgan ekansiz keyin bu yoqqa kelgan uyga kelib hisoblasam ko'rganimda arzon bo'layotgan ekan bu 56 qilyapsizmi shunda sog' bo'ling aka nechi pul bo'lsa deyaptilar qo'shilyaptilar shu yerdamiz bu sizdan emasmi aka nechi pul so'rayapsiz assalomu alaykum bozor nima qildi aka nechi pul qilyapti 30 dan oshib qilyaptimi bozoringizni bersa ham qolam savdo qilishyapti shekilli bu o'najin ekan nechi pulga tushdi aka assalomu alaykum 20 million 500 o'najin ekan 20 million 500 qilishyapti semiz ekan yuring sizlardanmi bu assalomu alaykum aka qanaqasiz charchamasdan sizdanmi nechi pul so'rayapsiz bozor nima qildi aka 32 sotadiganingizmi Assalom. ya assalomu alaykum aka qanaqasiz nega qanaqasiz ishlaringiz yaxshimi Charchab. qanaqa aka yemlarni zo'rini chiqarib yuboryapsiz-ku ha Shunda nega Nodir Doniyli, ha mana bu o'rtog'i. bilaman hasanboy Menga deydi aql o'rgatyapti deydi. o'zi ular aqlli bolalar-ku yomon gapirmaganda Shunda nega ham deydi, selos bermaylar deydi. beryapmiz beryapmiz Hali qaynatilgan ham bermaylar deydi. ya qaynatib beryotgandi endi u sal yemizga yaxshi-da shu paytda qaynatmasa Shu zo'r. ko'tarmay qoldi aka endi hozir boshqa yemga o'tdi u yaxshi barakali narsa u Zo'r. Qaynatganni gap katta ekan. ha yo pishgan yem baribir yaxshi hazm bo'ladi Eng uraddi, shunda nega ham unaqa boqmaylar, shunda nega ham unaqa. Ha, Va qanaqa qilib unaqa qilyaptilar deydi. aka buni oldin boqqanimizda yesa xursand bo'lganmiz-da hozir aka qani hisobini olmasangiz mol foydani yeb qo'yyapti bozoringizni bersin Ovozmi? ha qarayapmiz 31 ga chiqmayapti foyda assalomu alaykum Ha, bo'ladi. toshini bu bozorlar bunaqasini bering. endi aka mayli-ku hali noto'g'ri chama qilib qo'ysa yo unaqasi yo'q. savdo qilyapsizmi Yo. endi aka go'shtini anaqa emas-u o'rta badan shira boqishga yaxshi 31 narxi bilan 31 ga berman deyaptilar narxi bilan turibdi Shunaqa? ha aka o'zi anikunga narxlar yo'q bugun anikunlar haqiqatda tushib ketaverdi hozir bundoq chamalayapman 1-2 million o'ynab olgan endi hamma qo'li bo'shagan olib yotibdi hozir bundoq qarayapman biz ham endi o'zimcha shoshmay turibman olishga bozoringizni bersin salomat bo'linglar hop sizlardan emasmi aka bu Bular sotilibdi. bu ikkala ha nechi pul ketibdi 64 millionga arzon bo'pti 64 millionga nechi pulga berdingiz 65 bozoringizni bersin hisob bilan beribsiz qaysini aytyapsiz sotildi deb nechi pul ketdi
Ola. Yaxshi ekan bu hamshirasi. Zo'r narsa ekan. Bu qora kimdan ekan? Sizdanmi? Assalomu alaykum. Aka qanaqasiz? Sizamiz charchamaysiz. Ani kun nazar bersangiz aytyapsizmi? Payshanba kuni ishlayaptimi? Yaxshimi? Bo'lyapti, sekin-sekin. Tushyaptimi molni? Endi O'shanga siz ham gapiring, yo odam yetdimi? odam ham gapirib. Ha, yo yetdim. Mana Xudo xolasa gapirib payshanba kuni Nazarbek bozor ishlayapti. Endi xudo xolasa. Shunaqa. Qora nechi milliosiz? 37 deyapman buni. Bozor nima qildi? 32 kvot. 32 qilyapti. Bozorsiz bersin. Mandan. Buni nechi milliosiz? 30 deyapman. Bozor nima qildi? 26 kvot. Bu semitarga chatishgan bo'lsa kerak-a. Yaxshi ekan. Bu qora sizlardan emasmi? Sotdim aka, Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. 68 kelasiz. Mana sherigi bilanmi? Semidar bilan. Yaxshi sotibsan. Mamiz. Ya molni sifati zo'r, molda aybi yo'q. Olgan odam baraka topsin, yaxshi. Bu qola kimdan? Buni nech pul sotmadingmi yo sotmadingmi? Savdoga yopishmayapti. Nech pulga chiqdi? 65 so'rayman kelasiz. Mana bu sherigi, ha? 8. Oy 60 lira ertalab bermadi. Endi qilarmikan? Nasib. Ular oshirga sot, sog' bo'l. Mana qora kimdan? Qora sizlardan emasmi, aka? Savdo qilyapsizmi? Nech pulga tushdi? 60 ming donasi. Tarozga bozorlikdan bersin. Bu sizdanmi aka bular? Nech pul so'rayapsiz? Qormang. 64 mingdan beradi. 60 tarozga. Mashina o'zinimi? Ha? O'zini. O'zini mashina. Ya mana sherik deb o'yladim. Yo, bitta. Nech pul? 65 ming mo'jal. Ha. 650 ta kelsa kerak, topganmiz. Buni topmadim. Oyoqda nima qildi? Oyog'ini qilmayapti, tarozga qo'y. Tarozga sotgan ham yaxshi, adashmay sotasiz. Olmish 3,5 ming, 300 ming ustida. Ya, to'g'ri. Tozasiga 64 bo'lsa berasizmi? Bozoringizni bersin. Kelishib qolibsizlar-ku. Olib boryapsiz. Sotana zo'r. Hammani mol boqishga qiziqtirib qo'yapsiz. O'xshatdimi? Ha, bo'ldi. Bu kimdan ekan? Mana buni aytyapsiz-da. Nech pul qilyapsizlar? 36 ha. Ha, 36 qilishyapti. Siznikimi bu? Nech pul bo'lsa sotaman deyapsiz? 36 ga bermayapsiz. Mo'ljal nech pul? 37. Taroz qo'ymagansiz-a? Yaxshi mol ekan, bozoringizni bersin. Yurman bilan ko'raylikchi. Bu nech pul bo'ldi bu boyigi-ku 31 million 600 ga olingan edi. Mana men bilan ko'rsatgan. Mashinani adashmasam boya sotdinglarmi? 63 dan berdi deyotdi 5 kilosi ketkasi, mana shu keloni. Qanaqasiz? Chachavaslar. Zo'r bu qola ekan, 63 dan beribdi. Ammo sotdingizmi, oldingizmi? Oldim. Yaxshi bo'lib 1 tonna 400. 1 tonna 400 ta keldimi? Bu bozorga yaxshi bo'lib so'yasizmi? Zo'r. Bu ola nech pulga tushdi aka? Assalomu alaykum. Salom. So'yishga bermayapti. Nech puldan? 110 dan. Yaxshi mol ekan-a. Bozoringizni bersin. Zo'r ekan. Nech pul so'rayapsiz? Assalomu alaykum. 60 qilishyapti. 63 dan qilishyapti. keloni zo'r boqib qo'yibsiz-a. Mana buni zo'r ekan. Nech pul mo'ljal? 65 mi? 65 bo'lsa oling dedim. Hozir bittasi keluvdi. Mehmonman 64 dan oling dedim. 64 dan Ha, mana buni. bersangiz, hasa jigarendami? Ko'radi o'zi. 64 dan yaxshi siz aka. Mol hisobi bor. O'zingiz boqqanmiz? Ha. Foyda chiqyaptimi? Barakasini bersin. Bozoringizni bersin. Bu kimdan ekan bilmadingizmi buni? Yo'q, bilmadim. Juda katta narsa ekan. Kattaligini qarang. Sotyapsizmi? Nech pulga tushdi? 61 mingdan tarozga qilishyapti. Siznikimi? Ne bermayapsiz? Ozgina qoldi oramizda. 62 mi mo'jal? Yetdim shuni. Kelishib qolibsiz? O'zingiz boqqanmisiz? Bering deng. Taroz qo'ydingizmi, qo'ymadingizmi? Yo'q, endi qo'yamiz. Barakasini bersin. Ilom yaxshi foyda qiling. Oranglar ozgina qolibdi-ku.
Bo'lib yura qolmadinglarmi? Mahallani odam ekanlar, bozor qiyani bering, ortiqcha pulingiz kerak emas dedi. Bozor 62 bermaymi deysiz? Ertalab bermadi. O'zi ko'p mol shunaqa bo'lib qolibdi, ertalab bermagandan mana shunaqa bo'lib qoldi. Shilini bo'ldi. Mahallani odam ekansiz, olib borib baraka toping, boqing. Boqishgami? Boqishga ekan. Lekin zo'r ekan haqiqatda boqishga. Bu taroziga olsangiz yutasiz, qorni yo'q ekan mollar, bor-ku, rosa qorni tortilgan mol ekan. Zo'r mol, oling lekin. Nima deysiz? Ya puli o'zini yo'liga, men molni yetyapman, mol zo'r. Agar etmoqchi bo'lganim taroziga nech pul olsangiz ham qorni yo'q yutasiz, yaxshi mol ekan. Bozorliklarni bersin. Yaxshimisiz, sizsiz? Yaxshimiz. Mana yemlaringiz bizni tomonlarda ham bormi? Joyingiz qayerda? Hasanboy. Oka, men zavod nomerini bering. Bolalar etga betga amallar biza hali hamkor qila olmayapmiz. Endi vodiylar deb ikkita joyda qildi, hali bu yerda yangi yo'l tarafda ishlayapmiz. Ha. Natijalar yaxshi aka. Endi yangi yo'l zo'r. Ya, siz telefon qiling, mana zavodni magar mana shu Qibraga keladi, mol. Yuk keladi Qibraga. O'shani balki qo'shib yuboradi. Xo'sh, qarang. 33 200 00 33 sotuv bo'limini vashlik qiling, mana shu yo'lga olib berayotganda qo'shib yuboradi, xudo xolasa. Tinch bo'ling. Hop. Mana bular ham zo'r narsa ekan. Mana shu buqani ko'rsatgan. Bu buqa 40 million 500 ga baraka bo'ldi. 735 ta kelibdi. O'shanda olgan odamga 55 mingdan aylanibdi. Olgan ham sotgan ham baraka topsin. Buni sotdingizmi ukam? Nech pul ketdi? 44 ga nechta keldi? 44 ga sotilibdi. 44 millionga bo'pti. Mol yaxshi semiz ekan, qara. Aka, buni oldingizmi? Ha, nech pul so'rayapsiz? Bozor nima qildi? Nech pul so'radi oyog'ida? 61 ming tarosga. Yaxshi mol ekan. Pul sizlardan emasmi aka bular? Uchalovi sizdanmi? Nech pul so'rayapsiz? Nech pul ketdi bu uchalovi? 60 yarimdan tarozga. 60.500 dan tarozga qo'yib beribdilar. Amirisi 64 mingdan. Mana buni o'zi bu boshqa narsa ekan. Nechta keldi bu? 590 ta. 64 dan dedingizmi? Mana bular 60 yarimdan bo'ldi. Oldingizmi, siz sotdingizmi? Yo'q, men buni oldim. Bular besini bilmadingizmi? Yo'q, 530 taga 544 ta. 530 ta 500, bular 60 yarimdan arzon bo'pti, yaxshi. Mana buni bilmadim. 63 yarim. Zo'r buqopsiz, so'yasizmi? Lekin ozgina yem ham ko'tarar ekan hali. Qo'rg'alar ochiq. Necha kilo keldi bu? Yog'siz bo'lganicha oldim. Shunaqa bu ketyapti, o'zi ko'pchilik yog'iga olib bormayapti. 580 bitta 63 yarimdan. Toshiga kelsanglar, men narxini bilmadingizmi? Voy, kattaligini qarang. Sizlardan emasmi aka bu? Sizdan emasmi? Qaysi? Ha, uni etdi. Men u etdi. Bu sizdanmi? Nechta so'rayapsiz? 55 ming. Bozor nima qildi? Oldingizmi sigirni? Yo'q, o'zimizaniki. Nech pul qildi bozor? Voy, orqasini qara yaxshi. Yelinni. Aka, bozor nima qildi buni? 25 ming. Taroziga 58. Tarozdan 58 dan deysizmi? 60 bo'lsa berasiz. Lekin 8 dan ustiga chiqsa kerak, tortgan bo'lsangiz kerak. 45 bo'lsa arzon bo'lib qoladi-da. Bu nech pul bo'ldi? 63 mingdan bo'pti o'sha. Lekin yaxshi bola. Bu qizil sizdanmi aka? Nech pul ekan? Assalomu alaykum. 60 million bozor nima qildi? Tarozga nech pul so'radi? 65. Yaxshi so'rabdi-ku. Oyoqda nima qilishdi? Oyog'ida 52 yarim. Taroz qolganmi? Yo'q. Oldingizmi aka?
Ha, ben boylar bilan 70 million ikkitasi. Taroz qo'yganmisiz? Barakasini bersin. Men buni 60 million so'rayaptilar. Tarozga 64-65 dan bermabdilar. Assalomu alaykum. Aka qanaqasiz? Qanaqasan? Ishlaring yaxshi? Rahmat. O'zi qanaqa? Ishlaringiz bo'pti. Tinchlik aylanib tushdi. Yaxshi-da. Salomat bo'ling. Hop. Hop. Bular sizlar oldinglarmi, aka? Nech pul bo'pti, bilmadingizmi? 66 ming so'm. Zo'r mollar ekan, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? 66 mingdan tarozga bo'pti. Toshini bilmadingizmi, aka? Mana 850 kilo. Bu 850 ta. Nargichi? Buni bilmadik. Bunisi baquvvatroq ekan shekar. Tarozga qo'yib 70 millionning sherigi bu. 70 millionga olganni sherigi, bunisi kattaroq olgan. Ikkita olishuvda o'shani bittasi bu. Aka bularning narxini bilmadingizmi, aka bularni? Kimdan ekan o'zi? Siz olmadingizmi bularni? Sizlardan emasmi aka bu? Sotildi. Nech puldan bo'ldi bilmadingizmi? 4 talovmi? Yaxshimi siz oldingizmi? Yaxshimi sotildi. Nech puldan bo'ldi? 63,5 dan. Zo'r boqqan ekan. Yaxshi bo'pti 63,5 dan. Bunaqa mol kam bozorda, bunaqa semiz. Ostidan qarang jami. Arzonroq bo'lgan. Shunday bozorga arzonroq bo'ldi. Qasila 65 dan bo'ldi. Ha, ben bile. Ben bu ham zo'r ekan. 65 dan nechta men qolganimi? Mana 4 tasi 65 mingdan ketibdi. Oygili bulardan ancha o'tkirroq edi. Olgan ham sotgan ham baraka topsin. Nechta keldi aka? Nech bilan bo'ldi? 65 mingdan 492 ta keldi. Yaxshi. Ham qo'y ham olishdi. Ha qo'y ham naryoqda qo'y bor ekan. Aka nech bilan bo'ldi bu qo'zi? Nechta? 68 ta. Tarozi tortib oldingizmi? Nech bilan? 75 dan yaxshi arzon bo'pti. 75 mingdan yaxshi bo'pti. Kam nech pul bo'ldi bu buqa? 60 mingdan. Nechta turistlar bormasa kerak? Ko'rdingmi? Ko'rdingmi? Albatta bo'lmagan 387 ta. Yaxshi keldi. Mana ol. Buni oldinglarmi aka? Nech pulga bitta? 4 million. Oyog'ida. Oyog'ida yaxshi bo'pti, tarozi qo'yib ko'rasizmi? Salom, shu taroziga. Nechta ko'ryapsiz? Ko'ramiz hozir, qani qo'yaylikchi. 50 ta boradimi? Xudo xolasa. Kesina iloyimi? 34 bo'pti. 34 million salom. 34 bo'pti, hozir tarozi qo'yib ko'rishar ekan. 550 ta borib qolsa kerak. Oldingizmi aka? Oldim. Yaxshi. Bugun balani? Egasini olib qo'yani. O'zingiz boqqanmisiz aka? O'zingiz boqqanmisiz? Bularga oldik, Ha, boqishga. bularga oldik. Qo'ying, barakasini bersin. San'at tanishtirib olamiz. Alloh barakasini bersin. Ha. Mol yaxshi o'zgar bersin iloyim. Zo'r o'zgaradi, dehqondan oldik. Ha. Yoping. Ko'ringi. 560 ta. 500 Tami dotuvdim 60 ta. 560 degan barakasini bersin. Ketdi u. Qo'chqorchalar sizlardanmi? Chiroyli qo'chqorchalar ekan. Zo'r ekan. Bu katta qo'chqor nech pul deyapsiz? Zo'r ekan. Nech pul? 12 bozor ma'qul.
yaxshi ekan badan. Necha pulga chiqdi? 9,5. To'lasi qo'ymaganmisan? To'lasi chiqmagan. Bu qo'shqorcha necha pul ekan? 7,5 necha pul qilyapti? 62. Bozoring bersin. Mana bu ham katta narsa ekan. Assalomu alaykum. Sizdanmi aka? Sizlardanmi? Necha pul so'rayapsiz aka? 12. Necha pul qildi? 10 million bormi aka? Assalomu. Baland. Ondan baland qildimi? Bozoringizni bersin. Bunisi ham sizdanmi? Sandan emasmi ekan bu? Nima deysan? Sotilmaydi. Ha, sanikimi o'zi? Oldingmi? Nech pulga? Ha? 9. Yaxshi olibsan 9 ga. Boqasanmi yo qo'yga qo'shishga olding? So'yishgami? Yaxshi olibsan hisobi bilan. Katta qo'ylar ham yo'q ekan bu. Qo'chqorcha nech pul ekan? So'ragan. Bozor nech pul qildi? Bozor maqot 57 yaxshi kun bermading. 6 ming mo'jal. Bozoringni bersin. Aka bu nech pul ekan? Assalomu alaykum. Sovuq yeb qolibsiz-ku. 7,5 so'rayapsiz. Bozor nima qildi? Bozor 6,3 qildi. 60 6,3 qilyapti. 6,3. 6,3 yaxshi emasmi? Yaxshi, ozgina. 6,5 o'z sotasa, bozoringizni bersin. Rahmat, rahmat. Sog' bo'ling. Ha. Bu qo'ylar nech pul aka? 4dan. Bular nima zot deydi? O'zi mana shunaqa zot bor, bilasizmi? Qora quloq, Buxarskiy deydi. Menda ham bordi. 4 milliondan so'rayapsiz, bozor nima qildi? 34 dan bermaymiz. 35 bo'lsa berib yuborasiz. Bozoringizni bersin, ko'piga soting. Aka bular oldinglarmi? Assalomu alaykum. Nech puldan ekan? 12 dan. Bular mana bunisi 12 bo'lsa kerak. Bular qirg'izning qo'ylari-da. Boqishga ham yaxshi ekan-a. Nech puldan qildi mana bu? Mana buni qo'shishga ham yaxshi ekan mashinasi bor-ku. Mashinalar nech puldan qildi? Uzun narsa ekan-a. Mana mashinasi zo'r ekan qo'shishga. 8 dan bermabdilar. Mana buni 10 qildimi kattani? Buni qilishmadi aka hali. Ha, mana bucha oqamsizdanmi? Afg'on qo'y ekan-a bu. Alloh bugungi bozordan hammaga baraka bersin.